Urganch tumanidagi Oyoqbog' mahallasi turgan yerimizda fundamentlarni qurib taxlab turibdilar, lekin afsuski bu yerimizni hech qanday uy qurib bilmaydi ekanlar. Sababi noqonuniy ekanligi, kadastrdan o'tgan, boshqatga. Lekin bir savol bor-da. Kadastrdan o'tgan bo'lsa, nechun boshida kadastr bu joylarni noqonuniy deb topmadi? Shuncha mulk qurilgandan keyin, yana bu tayyor zdonelar qurilgandan keyin birdaniga bu yerimiz oddiygina bir yerimiz o'zi noqonuniy, ya'ni xususiy mulk qurish mumkin emas degan qaror chiqarildi. Savol borda, nechun sabab protez kiritgani, bekor etgani? Birava kerak bo'lib turgandi, biz bilmaymiz, lekin biz nima uchun desangiz, bola o'zini o'zi bir gaz o'tgan dedi. Gaz umuman oralada o'tgan. Odamlar yo'q, necha aynan endi aytib turibdilar. 2-3 yil o'tgandan keyin, 5 yil o'tgandan keyin. Necha shu vaqtda tekshirmaganlar bu narsani? Yana bir narsani qarang-da. Biz notariusga ishonib, notarius ustiga pul bersak, notariusda ham nima kerak uydara. Derçeye ishonib, derçeden yana nayaman olib ko'pmiz o'sha-da. Nima kerak kadastr, nima kerak uydaralar o'zi aslında. Shu vajdan o'tib turib ro'yxatda. Agar bu narsani hokim qaror chiqarib bergan bo'lsa, arxitektor bergan bo'lsa, xulosa bergan odamlarni topsalardan jinoiy javobgarlikka tortsalar. To'g'ri. Ozonda sota bordik. Sotdan bana haydidiler sotni, ya bize top tepkendi, bize oncuk olduk hemmeye. Top tepkendi, halaga yere depe verediler. Onun olmaydı ki bu. Halkı tınlasınlar, kur kabinette oturmayın. 1000 kvadrat yer alganma, 5 tane joy saqlapma. Hazır şuna yana 2 yıl bo'ldi, sarson bo'lib, bormagan sotimiz, bormagan idoramız qabullanam girdik, prokuraturani qabullanam girdik, hokimdan qabullanam girdik. Hammani borib ko'ryapmiz, foydasi bo'lmaydi tutdi. Assalomu alaykum. Biza shu xalq bilan hammamiz yana yangi olibmiz. 2023-yil yilning oxirlarida yer olib qo'ydik, joy solish maqsadida. 1000 kvadrat yer olganma, 5 tane joy saqlapma. Hazır şuna yana 2 yıl bo'ldi, sarson bo'lib, bormagan sotimiz, bormagan idoramız qabullanam girdik, prokuraturani qabullanam girdik, hokimdan qabullanam girdik. Hammani borib ko'ryapmiz, foydasi bo'lmaydi tutdi. Hozir endi sot ham yana surib yotibdi. Endi gapda 10 kun, 15 kun, 2 yildan beri qiynalib turibmiz. Salgan vaqt dokumentingiz bormi? Salgan vaqti hamma o'zi dokumentim bor edi. Yerini olgan vaqti notariusdan olib sotdi aytganman. Kadastrni o'zi ro'yxatga qo'yib bergan. Hech qanday muammo bo'lmagan boshida. So'ng men salib bo'lgandan keyin aradan bir yil o'tib, so'ng boshlandi bu narsalar. Ya'ni prokuratura protez kiritib, yere taqiq qo'yib qo'ydi. Hozirgi kunda uni oldi sotdi etib bo'lmaydi. Ne joy solib bo'ladi, ne sotib bo'ladi, hech etib bo'lmaydi hozirgi kunda. Shuna majbur bo'ldik yana shunday ijtimoiy tarmoqqa chiqishga. Endi qolganini yana ham xalqlar so'zlaydi, aytadi, "Nov derdi bo'lsa." Bizler hem şu hozir aytgan balanın yerinde şu yer alganmiz bizler ham. Oldi sotdi etib, çisti notariusdan o'tirib, derçeden o'tirib, hammasi qonuniy olingan. Pulni to'lab 600 kvadrat yer alganmiz. Hozirgi kunda yana solib bo'lmaydi, sot o'zini o'zi prokuratura protez girdi deb bekor etib turibdi. Endi savol borda, nechun sabab protez kiritgani, bekor etgani? Birava kerak bo'lib turgandi, biz bilmaymiz, lekin biz nima uchun desangiz, bola o'zini o'zi bir gaz o'tgan dedi. Gaz umuman oralada o'tgan. Odamlar yo'q, necha aynan endi aytib turibdilar. 2-3 yil o'tgandan keyin, 5 yil o'tgandan keyin. Necha shu vaqtda tekshirmaganlar bu narsani? Yana bir narsani qarang-da. Biz notariusga ishonib, notarius ustiga pul bersak, notariusda ham nima kerak uydara. Derçeye ishonib, derçeden yana nayaman olib ko'pmiz o'sha-da. Nima kerak kadastr, nima kerak uydaralar o'zi aslında. Shu vajdan o'tib turib ro'yxatda. Agar bu narsani hokim qaror chiqarib bergan bo'lsa, arxitektor bergan bo'lsa, xulosa bergan odamlarni topsalardan jinoiy javobgarlikka tortsalar. To'g'ri, chunki biz guruh qilishimiz kerak. Ishonib sizlarga hujjat berib qo'ydilar-da, bu yerda, to'g'rimi? Prezident xalq deb turibdi. Prezidentning yanganicha bag'i bu. Bular agarda kim qaror chiqarib bergan bo'lsa, shularni topsalar, olsalar qo'lundan shularni. Nishab qaror chiqarib bergan, ular nechun chiqarib bergan? Bizlar ham 2-3 odamni olganmiz, Ahmadjon deganni olganmiz sat. Doğru adı ötürüp alganmiz. Bize göyüp kalaveramiz shuncha million pul bilan. Bu yani prokuratura protez girgan, prokuratura eshitmaydi deb azondan beri gap turibdi. 2 soat oldu turganmiz. Yana xalq turibdi. Ko'rsating xalq. Prokuror dedi, boshqa dedi, o'rinbosarlari bordi, boshqasi bordi. Ko'rsinlardan bizani eshitsinlar. Prezidentga qarang, ko'chada yuribdi. Yonib go'yib. Oqshom mana tuning avtobusda yuribdi. Bizlarga ko'rsatib turibdilar. Masalan, bular ham chiqsin xalqni. Xalqni pulidan oylik olib o'tibdilar. Noloqdan, soliqdan. Yine yangan yine açsan ya, aytmasın. Sizden birsenmez. Hele bir de durganların azıcık gitip kaldı. Bir 20 adam gitip kaldı şimdi. 40 adam geldi. 160 adam cebirlenip turuptu bir yerde. 160 adam. 160 adam cebirlenip turuptu. Bir yerden hele 5'ten bir kısmı yok bir yerde. Azanda sota bardık. Sottan bana haydidiler sotnu, ya bize top tepkendi, bize oncuk olduk hemmeye. Top tepkendi, halaga yere depe verediler. Onun olmaydı ki bu. Halkı tınlasınlar, kur kabinette oturmayın.
Prezident tınglap turibdi, xalq bilan gaplashib turibdi. En az 160 adam dedi. 160 adam. Premier necha so'mdan masalan to'lab olgansizlar shu yerni? 200 kvadrat. Mesela benim özüm lişni reklamadan cay satıla dep çıkan barıp 600 milyon alıp koyupma. Ha. 600 milyon 3 yıldan bir yana neçe son buladı? Ben tedbirkarım. Neçe son pul eteredim şunu. Doğru. Mesela bankta kredi alıp koyupma. Yine kredi töleölümüz. Neçik buladı indi bir yana? Bize kim tınlıydı? Tınlıydı o adam var mı? Azamet Bahadır oğulda euronu alğan var. 2024 yıl 14 aprel günü Ha. notarisdə pul sanat bergen ben. Ha. Ben özüm dokument içine düşünmeyeyim. Çünkü notaris'e barğan var. Notaris görgen, hemmesi kanuni degen, adamıza ötürüp bergen şöyle. Ha. Karadan biri hep don götkene gelen da çay barğan var ya, hususileştiriş için, Ha. kadastro işet için. Basam takip koyulgan dedi. Şimdi kadastra basam prokuraturu ya, prokuror mesela bir kere çıkıp dedi. Yani şundan bana bir yarım yıl boyunca yurtmuz yine. Sot katlimimiz, benim konuda dokumentimiz var, notarisine ötkenim. Eğer kanunumuzun için notaris ötürüp verdi bize adamıza. Aşırı bop turtu da. Neçe ötürülgen o da. Ötürüp vergen notaris'e mazı işlep oturttu, boşak gitken yok işte. Ha. Yok Kanuni bir işlem de bize oturttu. notaris varam. Aa. İşe mesela bunun kanada Ne var, notaris nere varamız şimdi hapsan bize? beredi ne beredi bize güyüp kala veremiz mi? Bize Bize nere varamız kızıktır şimdi? mıydı? Kime Bize şahımız yerimizi bize? versinler. Dokumentimiz devletten özünde ötken, lekin faydalanıp bilmiyoruz. Çayımız salayım oturmuş, kıvatet oturtmuş yine çalı vaktan beri. Aktıkım bana. Şu niyelere barışımızı bilip oturtmaz ahır yerimiz yok. Şu bitse bir kat çaylar barıp oturacakmış şurada. 23'te alganman buca yer Ha onu. 2023 yılda. Ava. Indi şuna ahır iltimas indi. Kaçıp berseyizle şu inelet kızlarım bilen barıp yaşasam şöyle bir kat çaysa sakam. Eğer üyden çıkaracak yok tuttu. Büyüden söküp çıkarıverdi. Çıkıyor kaldı dedi. Bana şu anda yaşadı bu tuttu. Sen neler içtin benim etim ne dedi bir ters otursan dedi. Kesoma satıp algansız şu vaqtda. 150'ye mi satıp verdik yine. Eğerimni Rossiyada balam bilen Sorki'de işletken pulları minetlerimi bir tinettin kuberce köp tuttu eden. Indi karganda nere varamam ben peyziye çıkacak köp tutma. Şularını iltimas. Ne tut beringler bir bizlere. Şu iş boyunca bizler hem satıp alganımız Zayor'un kuramız deb hamma yerdan tekshirtirib o'tirganmiz. To'xtang, mahallani, to'shni adini, manzillari bilan aytib o'ting. Qaysi yerdan yer o'rnini oldingiz и nedan sizlar hozir kunda taqiq qo'yildi? Xiva yo'lunda, Oyaqbog' mahallesinde bize Zayor'un satıp alganmiz. Qurilish maqsadida o'zlarimiz qurib yashaymiz degan maqsadda satıp alganmiz. Ondan eldim bizler hem şu Zayor'un kanuniymi, kanuniy emasini so'rashtirib ko'p adamdan so'raganmiz. Notariusdan so'raganmiz, notariusdan kadastra borganmiz, kadastrdan ham bu joy o'rinlar to'g'ri hamma narsa qonunga zid emas deb aytilgan. Shuni hisobına bize shularga ishonib borib sotib olganmiz. Joy o'rinni. Joy o'rinni sotib olganimizdan keyin qurilish boshlaymiz desak, bizlarga taqiq qo'yildi. Taqiqda bizada MyGo degan saytda orqali biza girib qarasak, taqiq turibdi sot tarafdan. Keyin undan so'rasak, prokuratura taqiq qo'yib qo'ydi deb aytiladi. Necha uy, ya'ni o'sha yer maydoni sotib oldi shu vaqtgacha hozir? Men 600 kvadrat joy o'rnim bor meni. Şurada qurilish maqsadida o'zim qurib yashayman degan maqsadda Necha so'm, shunda necha so'm oldingiz uni? Shu vaqtida 280 millionlar atrofi bo'lib turadi. Ko'p Bola bilan hamma bilan joy sotib oldik, hamma qatori dokumentlarni joy sotib oldik, notariusga borib. Yo'q, yana taqiq qo'yibdilar bekor etgan narsani. Nera borsam bilamiz, bormaymiz, qamoqda sotib yana. Yo, yana shu savolda, misol bir yerni olish uchun baribir hujjatni berishdan oldin baribir yerni tekshirish kerak, to'g'rimi? Hozir sizlar aytib tursizlar, turbo o'tgan, yana bir narsa shu uchun taqiq qo'yilgan. Yana masalan uchun aynan bu hujjatni berishdan oldin uni tekshirib, bir yerni berishdan oldin misolda siz ham masalan kiyim-kechakda ko'rib olasiz-ku, yirtiqmi, boshqami, boshqa. Nasha aynan shu vaqtda nima uchun bu narsani sizlar qo'llaringizga hozir rasmiy deb berib tutadi, lekin yana 2-3 yil o'tgandan keyin bu narsa уже norasmiy, ya'ni уже hujjat soxta din bo'lib turdi-da qo'llaringizga berilgan. Chunki sizlar summani to'lab bo'lgansizlar. Hozir umumiy summani kimga bergansizlar? Misol hozir masalan sizlar kimlar bilan shartnoma qilgansiz? Adi familiyasi. YouTube'dan gördük, Ahmetcan degan narsani YouTube'dan gördükten şu hamma narsani dokumentlarni aytib oldik. Yo'q, siz yerni kimdan sotib oldingiz? Ahmetcan degandan, ay? Bir de hakim her ne satıp algan. Bir de hakim mesela bu üçüncü adamdan algan. Mesela ben bilinmedim. Üçüncü adam ekerliğin. Lekin O adamlar hem bilmeydi ki o sattan adamlar hem bakım içinin boladı da. Neçin desem birinci pulunu başta verirsin. Gaz turba şu joylar salınan o yerden sel taşlarında ötken. Şeyde şartnamada yazılan olar yerine bergen var. Eğer şu nişet berse turbanı köçürüş nesi bilen? Şartı bilen. Bu köçürüş hem o yerde kuruluşçu vallahi tuttu. Bize
yardım beremiz köçürüşe. Onu azgına turda öz kiçinekkene. Hiç kendine zararı yok dedi. Yok, Salavat. yine bir vecdan, yine hamma yere barsak, kabullara barsak ham bir savol berediler. Ha, sen kimden satıp bakansa, şu adamın üstünden prokuratura gelip yazıp ver, iş gözüm. Ben bu adamdan yazım mı? Bu adamam kanuni bana resmileştirip ver koyuptu. Kanuniyet ver koyuptu. Ne için ben bu adamdan yanlışım gerek? Ben birini dokumentni birinci merte tekşirmeyin. Şu hemen bulanıp gitti ku. Ne için başta berediler ruhsatını? Bunu üstünde oturgan, şu mesela neçe teşkilat kol koydu şunu. Yerini beriş için 3 hektarını. Çıktı, hususileştirişte. Mesela Hususileştirilip hususileştirilip alıngan yer. Ha. Yüz yakında Ben adamlardan cebirlenip çüdetme hesaplanma satıp bakan adamım. Hususileştirilme. Bize bu adam bize mesela hakiki kanuni satıp verdirtti. Dokumentini notariste ödep verdirtti. Notariusda şunu çıpası bada baytasa, nitoda baytasa bize olmaz zaten. Ne için indi? Mesela durma. Mesela ben yine Ahmetcan'dan alıp koyupma. Ahmetcan satıp duruptu. Ahmetcan bir de cebirlenip durganı cebire he? Ahmetcan yaz. Ne için Ahmetcan yaz ama? Ahmetcan kanuni satıp verdirtti bana. Ben hakiki pop tuttu bir de. Ahmetcan yaz. Ahmetcan'ın üstüne iş kozga. Demek satışa ruhsat bergenlerine üstünden böyle bir şey. Tabii çünkü hava. Arxitekturni boshqa ama kimdir Yo mesela yine şu gapda ne için aynan sizlere misal agar shunchalik bu narsa taqiqlangan bo'lsa ne için hujjatlashtirib berildi bu narsada? Shuni aytaman da o'zini o'zi birovni yerini, ya'ni birovni emas, davlatning yerini o'zini o'zi birava sotib bilmaydi-ku. Notaris aytibdi, bizden şetalar çiftin dokumentini ötürüp verdik deb. Mesela notaris nişe dedi, notaris zapros beredi, kadastr ilip beredi. Şu orijinal der. Ne için bu teşkilatlarını tutsunlar, teşkilatlarını özüne versinler da bize de yerini versinler üzerimize. 20-30 tane cayam salıp koyup tuş beşerler, teyaret. Bina 5 tane cay salıp bu bala. Ha demek az unda taqiqda bo'lsa, unda u joylan chiqadi, taqdirini chiqadi ular. Takdirini şu bekarat verecek. Ha keyin yana boshqatdan bizni buni Takdiri düşünüyorlar da ahır. Ben o jiber 20-30 milyon sürtüp beton çıkarıp koydum da neyse. Ava. Beton. Yok, halasala koyup berediler, halasala at binetediler. Bu çimeyseniz Adamla gök karşı doğrusudan qo'lingizdagi ham original, lekin ham original emas bo'lib turibdi hozir bu. Shuni yotibdi Yer doğrusu. bakaran yine. Çistin notarisden ötüp çistin derçede ne alganmız? Yine yer uchastkasi sotuvga meros qilib qoldirilgan umrbod egalik qilish huquqiga ega. Xususiy o'zi. Bekar etken vakti. Yine notariusning Bana hiç kazı bilmeyem kalan. Üzeri Hiç kim bekarat koyar bilgen gel. yok. Ha hech kim ogohlantirmaganlar ama. Yani bir yani gelmegen neçe adam var. Ulan oturup düğünde dokumentimiz Ağzımızda kolumuzda. bazı mektebede de bakacağız. Az gitti. 150 adam bir de. 150 adam var. Lekin birinchi navbatda sizlar ogohlantirishi kerak edi. Ogohlantirsangiz sizlar baribir qarshilik ko'rsaradingizlar, shuning uchun ogohlantirmagan bo'lishlari mumkin-da. O'zi. O da şöyle adam. Sotta bekar etkenini hiç kim bilmedi işi de. Ya bir adam ya iki adam kalan bilmedi hiç kim. Özel bölgenin neçe adam varlıkları. Yok, ne için başta satadılardan, ne için sota çakıradılar? Yok, bu kanuni emas bu da. Doğru. Çünkü bir daha shuncha summa o'ynab turibdi-da. 160 odamdan ozgina puli bo'lmaydi. Necha millionlikida daxli bu. Bu joyning puli uchun. Bizler şunu prokurordan mı, hakimden mi iltimas etemiz. Şu kararın protesini bekar etip bizden güçünde kaldırsan 20-30 adam caysak koydu. Büyük gider. Yine günde devliğine çıkar dedi. Üstte temel dedi. Hükümet 5 Bir tane çay caysak satmış. tuttu yine. Aa, 5 oğlum, tane. Dördüncü kola sattılar bu cayını. Hükümet notarisen pul töledik. Kadastram, arxitektor hemmesi pulunu, özünü gerek pullarını alıp ucu gerekini aldılar indi ahırında. Ucu bular özleriçe beklep taşadılar. Mesela beni özüm 2 cay aldım, 4. kolmam. Ben 4. kolmam. Şu 2 cayını fundamentini ucuma et koyupma. Ben indi yür, indi adama ötürüp var desek bize de ucu takık çıkıttırdı. Bu takıkam kaçanla ucu çıkıp gitken eken. Niçin mesela bir adamın adında bolsa falan kes bire gel ya bire gengle. Ama inabüvecleriniz nakanun istene, ibüvecleriniz yıkıladı. Kurmanla bir de koysun. Kurup durgan vakta ne için var ayaklantırdı? Aşırı bu adam, aşırı kızık oturttu da. Yok, çaske nazırı var. Dokument arkayı bulduram. Doğru. Dokument bo'lsa qura olasiz axir. Dokumentingiz bo'lsa. Çaske nazırları var. Kurdurmanla şunu. Bula takıkta durgan nerse, bulan işe tutturdu da nüç atmadılar. Notarius, kadastır üzerine pulunu tölemle tölemle pulunu aldılar. İndi bu hanneki indi yıkıladılar. Kadastram var. Qarang shu. Ahırında o kadastram pul төлep yine kadastr ettik.
Dim işandık biz bu yere. Al telefonu tutala. Nalogdan to'laysiz. Nalog töreğinde turarlar da turar tuttular. Nalog Lekin bize yaşım istesak, kuram istesak naturarda. Yo, nalog ham chiqib turibdi yana. 3 yildan beri. Nalog ham chiqib turibdi. Nalog tölayotgan vaqtda turar deb to'lat tutmiz yine. To'laganlar ham bor. Yo'q, o'zi taqiq qo'yilgan bo'lsa, bu mumkin emas bo'lsa, nima uchun nalog to'laysizlar bunga? Al shu bilan telefondan Nalogçular to'xtatib telefon uradi nalogni to'lang yerini de. Alada xalq alish uchun chekishadi. Ha, demak, masalan, hozir shu yerdagi tashkilotlar bir-biridan xabari yo'q. Bu yoqda nalog to'latib yotdi, bu yoqda taqiqqa qo'yib ketdi. Sho'rabada. asıl işi zayonları birove gerek. Bize Kelimiz bo'yicha endi bu. gerek iş kılan. Birove gerek yo'q turibdi. Bo'lmasa olacak bu adam sarsan mı bittin? Çeyildan Yo'q, bana sarsan gaz mı? turbani endi oxirgi sotda gaz turbani bahona etdilar. Bahona etdi. Endi gaz turbani hozir hammamiz borib shu yerda sudyalar bilan borib ko'rsak, gaz turbani oxiri namunali joy bilan to'xtab turibdi. Nima uchun namunali joylarda dokument? Bu yerda portlash yuz bermaydi. Yo'q, bizlarnikida portlash yuz berami? Qonuniy ko'rsinlar. Qonuniy biza iltimos, gen prokurora iltimos qilamiz. Shuni shu namizni ko'rib bizlara qonuniy chora ko'rib berishini so'raymiz. Bizlar ishonadigan, Xorazmda ishonadigan odamimiz qolmadi. İstedin mi? Ishtadigan odam. Prokuraturaga keldik. 20 bir soat oldu prokuraturaning oldida turibmiz. Sesotdan beni prokuror sırada yanım. Bizden hem sorayım sırada. Yine şu 5 tane salk kopmuz yine 2 yıl oldu salk koğama. Şu prokuratura sotda bana umuman to'xtab yotibdi. Ne aldı satda etib bo'ladi, ne girib yashab bo'ladi, lekin girishi tayyor уже yashashga tayyor turibdi joy. Gaz ham ruxsat bermayaptilar. Endi kadastr to'lashgandan keyin gaz ham ruxsat bermaydi, hech narsa ruxsat Shu bermaydi. hammasi qonuniy boshida hamma qonuniy bo'lgan. Notariusda aldı satda etganmiz, kadastrni o'zi ro'yxatga qo'yib bergan. Arxitektura xulosa bergan. Hamma narsamiz bor, Gosprimkadan ham o'tib turibdi. Birgina shu kadastr hozir boshida ro'yxatga olib, bo'lib berish kerak. Shuni aytmay o'tibdi, sotning qarori chiqsin deb. Shu tushunadi. Bu yerda hozir shunda premyerlar juda ham ko'p ekanda, bu yerda fundamentlar, boshqa vajlar ancha dona bu yerda uy qurilib turibdi hozir, yana fundament etilgan. Etilgani qancha, etilmagani qancha bu yerda hozir? Shu prokuraturaga iltimos etamiz, prokuraturaning yashullarni bosh prokuraturaga iltimos etamiz. Shuncha yana mulk, shunchalik pullar, mehnatlar singan bu yerga, ne degan. Shundan bo'lib demak, shuncha mulk quribsiz, lekin hech qaysini odam yashata olmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, yashatib qo'ymaydi. Chunki sotib ham bilmaysiz buni. Sotib olgan, lekin yashab bilmaydi, solib tuzatib bilmaydi ishlarini. Birlari remontdan polniy chiqib turibdi, birlari korobka variantda o'tiribdi, birlari shpakolovka. Lekin svet, gaz, suv o'tirish mumkin emas hozir. Tushunadi. Tayyor. Tayyor zdaniya, уже. Lekin afsuski yashab bo'lmaydi. Xususiy. Ha. Tushunadi. Tayyor ekan уже. To'g'ri narsalaringni olib ko'chadan tayyor. Lekin hujjati bo'lmasa, foydasi yo'q-da bu qurganlarni sanaysiz, to'g'rimi? 2 yildan beri urushasiz, kurashasiz, to'g'rimi? Foydasi yo'q. Lekin bir savol bor, agar bu mulklarni xususiy emas, noqonuniy deb topadigan bo'lsalar, bu yetgan rasodlarni kim qoplab beradi sizga? Sho'ra bo'lib turibdi-da. Bu katta mulkni o'zi bo'lmaydi-ku, misol har bir uyini qurgan vaqtda masalan, siz sotgansiz menimcha bu uylarni, to'g'rimi уже? Ko'psin. Lekin уже masalan ular ham sizdan so'rashi mumkin, nechun men o'zim pul to'lab turib, halol mehnat etib turib, yana boshqatdan bu uyni noqonuniy deb topsalar. Masalan, alamata to'g'risi, masalan, kimdir Rossiyada ishlab yuribdi, kimdir butun umr shu yerda ishlab, pul topib, bir o'zimga bir uy bo'lsin, bir makon bo'lsin deb yuribdi, lekin bu natija bir noto'g'ri-da. Nechun aynan 2-3 yildan keyin bu narsa noqonuniy bo'lib chiqatirdi. Shuncha narsa qurgan vaqtda masalan, hey, masalan bir karush qo'yatirib, hey, necha qo'yatirsan? Noqonuniy bu joyda ishlab mumkin edi-ku, to'g'rimi? Aynan bu narsani ko'tarib bo'lgandan keyin bu narsani ochish bu sal bir nodiydi. Demak, o'rtada bir gaplar bo'lishi mumkin-da. Agar bir gaplar bo'lmasa, birdan 3 yildan keyin bir gapni ochish noto'g'ri narsadan, to'g'risi. Arkasında meneminin fundamentat kopmayın yine işin arkasında fundamentat kopma. 2 yıl oldu yaptı. Ne kurup bilemem, kurup köçüp bilemem, ne satıp bilemem birine. Bizlerim şu satıyatırgan vaxtında, notariusa bargan vaxtımızda bu çıbı zıbı da aytırgan yok.
Yakında elə notariusa barğan vaxtımda bir dedi, takikdə bir dedi. Ucu alınıb olub, nətilgəndən sonra bir takikdə satıb almamıydı dedi, yaşaban mamıydı bir də dedi. Ondan o satıp aldınız o joyunu. Ne dediler? Mənəm şu O çelişki piyasaya keslemegen o Ertəgi yerler. bir gün bir nəsə satıb alsaq bolsa, oylanıb otura oynamış ki, həftələr 10 günlər. Jetsek boladı, kaçan takik etməsidələr kəmmana da. O dokumentarını barıb həmmə nəsədən dokumentarını ötürsək, həmmə nəsədən dokumentarını etsək. Ya bu öyə barıb ötürgənimiz yox bu notariusda, notariusunu öyə çakırtdırıb. Notariusda həmmə nəsəni notariusda pul qoyub, həmmə nəsəni pulunu töləb, alıp qutmuz notariusda. Düşünün.